Atom tarkibi mavzusini o'rganishda davom etamiz. Demak, mavzumizning keyingi qismi, demak, determining the subatomic structure of atoms and ions. Demak, ionlarni subatomik tarkibini bilishimiz kerak. Xo'p, ionlar. Demak, ionlar bu atom elektronni o'zidan yo'qotishi yoki qabul qilishi natijasida paydo bo'ladi. Positive ions kation deyiladi. Ular lose electrons, ya'ni elektron yo'qolishi natijasida paydo bo'ladi. Biz bilamizki, neytral atomda proton, musbat zaryadli proton va manfiy elektronlar bir-biriga teng bo'ladi. Atom manfiy zaryadli elektronlarni yo'qotganda o'zi musbat bo'lib qoladi. Demak, bunday zarrachalar bizda kation deyiladi. Masalan, alyuminiy atomidan 3 ta elektron chiqib ketib qolsa, alyuminiy 3+ kationi hosil bo'ladi. Negative ions, anions deyiladi. Anionlar gain, bu gain qabul qilish, mana lose yo'qotish, gain qabul qilish. Elektronlarni qabul qilish natijasida paydo bo'ladi. Demak, elektron manfiy zaryadli zarracha atom o'ziga manfiy zarrachani qabul qilganligini hisobiga o'zi ham manfiy bo'lib qoladi. Masalan, chlorine minus. Demak, xlor minus bitta elektronni qabul qilish natijasida u manfiy bo'lib qoladi. Xo'p. Ana endi mana shu ikkita zarrachamiz tarkibidagi elektron, proton, neytronlarning sonida qanday o'zgarish bo'lishini ko'rib chiqamiz. Demak, yuqorida aytdim, ionlarning paydo bo'lishi aynan faqatgina elektronning yo'qolishi yokida elektronni qabul qilishi natijasida paydo bo'ladi. Ya'ni shuning natijasida o'zgaradi. Proton bilan neytronlarning soni ionlar paydo bo'lganda hech qanday o'zgarishga uchramaydi. Demak, atomic number of aluminium 13 edi. Demak, protonlarning soni 13 ta. Neytronlarning sonini ham yuqorida mass number 27 dan atomic number 13 ni ayirib tashlaymiz. 14 ta neytroni bor edi. Ionga aylansa ham bu qiymatlar o'zgarmaydi. Endi elektronida qanaqa o'zgarish bo'ladi deydigan bo'lsak, elektron atom holida elektroneytral bo'lganida 13 ta edi. 3+ degani lose, ya'ni yo'qotadi 3 ta elektronni. 3 ta elektronni yo'qotadigan bo'lsa, demak 10 dona elektroni qoladi. Endi xlorinda ko'rib chiqadigan bo'lsak, protonlari tartib raqami atomic number 17 bo'lganligi uchun ham 17 ta. Neytronlari, masalan, endi xlorni 35 li va 37 izotoplari mavjud. 35 li izotop uchun ko'radigan bo'lsak, 35 minus 17. Demak, mass numberdan atomic numberda ayiramiz. 18 ta neytroni bor. Elektronlariga keladigan bo'lsak, neytral bo'lganida protonlarga teng edi, 17 ta edi. Gain qabul qildi bitta elektronni, chunki zaryadi minus bo'lib turibdi. Demak, bitta elektronni qabul qiladigan bo'lsa, elektronlari 18 ta bo'ldi. Demak, juda ham oson mavzu bo'lsa ham, lekin paper 2 da ko'pincha bunga taalluqli bitta savol bo'ladi. O'shaning uchun ham hamma subatomic particle'larni to'g'ri topa olishingiz kerak, chunki odatda proton yoki elektronlarning soni uchun bitta ball beradi. Cambridge'da yarim ball degan tushuncha yo'q. O'shaning uchun ham masalan chlorine uchun shu 3 ta qiymat hammasini yoki odatda ikkitasini so'raydi. Ikkitasini topib berganingiz uchun sizga bitta butun bir ball beriladi. Bittasini bo'lsa ham xato topib qo'ysangiz, unda ball berilmaydi. Xo'p. Demak, bu yerda worked example ba'zi bir ishlangan misollar, masalan, magniy 2+ ionda number of protons. Demak, determine, aniqlang the number of protons in following ions and atoms. Quyida keltirilgan ionlar va atomlar uchun proton sonini aniqlang. Bizdan faqat proton soni so'ralyapti, shunga javob bersak bo'ldi. Proton soni demak yuqorida aytdim, atomic numberga teng. Magniyning atomic number 12, demak uni protonlari 12 ta. Ion bo'lsa ham proton soniga bu ta'sir qilmaydi. Karbon bu uglerod. Demak, karbonning atomic number 6, demak protonlarning soni 6 ta deymiz. Unknown atom, ya'ni noma'lum atom deb berilyapti. With mass number 63 ekan va 34 ta neytroni bor ekan. Demak, X elementining atomlarida massa nomeri 63 va neytronlari 34 ta ekan. Demak, biz yuqorida neytronlarni topishda aytgandikki, mass numberdan biz zaryadni minus qilganimizda, neytronlar kelib chiqadi deb, bu zaryad proton number. Demak, protonlarni topishni esa massadan neytronlarni minus qilamiz. Demak, 3-holatda protonlarimiz teng bo'ladi. 63 minus 34. Demak, bu yerda bizda 29 chiqadi. Demak, proton number elementni tartib raqami bilan bir xil edi. Atomic number bilan 29-element bu copper, ya'ni mis
degani ham xulosa qilishimiz mumkin, lekin bu yerda buni so'ragan. Protonlarni topsak bo'ldi. Quyida qanday topilish keltirilgan, uni yana bir o'zingiz o'qib olishingiz ham mumkin. Keyingi savolda elektronlar haqida gapiryapti. Demak, neytral atomda elektronlar soni same bir xil. Elektronlar va protonlarning soni har doim bir xil bo'ladi. Demak, ionlar paydo bo'lganda positive ions kationda favor electrons, ya'ni elektronlar kamroq bo'ladi than protons, ya'ni protonga qaraganda. Chunki elektronni yo'qotish natijasida pozitiv ion hosil bo'ladi. Negative ions more electrons, ya'ni elektronlar ko'proq bo'ladi than protons, protonlarga nisbatan. Chunki bu yerda elektronlar qabul qilinadi, gain elektron. Xo'p, quyidagi zarrachalarda aynan elektronlar sonini topish so'ralgan bu yerda. Demak, number of electrons. Demak, magniyda demak elektronlari atomic number 12 bo'lgani uchun neytral magniyda 12 ta elektron bor edi. 2 plus ikkitasini yo'qot, lose 2 electrons. Demak, ikkita elektronimiz ketganda 10 dona elektron qoladi. Karbon bu neytral atom bo'lganligi uchun elektroni atomic numberga teng bo'laveradi, 6 dona. Demak, unknown elementimiz uchun proton numberini topgan edik. Buni ham atom degan. Atom bo'lgani uchun bu neytral bo'ladi. Elektroni protoniga teng, ya'ni 29 ta. Xuddi shunday massadan neytronlar sonini ayirib tashlab topib qo'yaveramiz. Xo'p. Demak, neytronlar haqida gap ketyapti. Demak, neytronlarning sonini topishimiz uchun mass numberdan proton numberni minus qilib tashlashimiz kerak bo'ladi. Demak, aynan shu misollarda bu safar 3-chi martasiga bizdan number of neutrons, ya'ni neytronlar soni so'ralgan. Demak, magniyni mass number 24. Demak, neutronini topish uchun 24 dan atomic number 12 ni ayirib tashlaymiz. Demak, neutronlari number of neutrons 12 bo'ladi. Demak, zaryad bu neutronlar soniga ta'sir qilmaydi. Zaryad faqatgina elektronga ta'sir qiladi. Demak, karbonning mass number 12, undan atomic number 6 ni minus qiladigan bo'lsak, demak bizda 6 chiqadi. Va noma'lum elementimizda bu safar mana 3-qismni biroz o'zgartirgan, atomic number 29 degan, chunki bulardan oldingisida neytronlari nechtaligini o'zi aytib qo'ygan edi. O'zi aytib turib so'rashi mantiqsizlik bo'ladi. Mass number 63, atomic number 29 ayirib tashlaydigan bo'lsak, bizda 34 chiqadi. Demak, neytronlari 34 ta deb shunday javob berib qo'yamiz. Demak, eslab qolishimiz kerak bo'lgan narsa mass numberning sinonimi nukleon number. Number of protons ikkinchi nomi bu atomic number. Sizdan bu narsani so'raganda bittasini javob bersangiz ham kifoya qiladi, lekin baribir ham barcha sinonimlari bilan o'rganib keting. Chunki savollarni ko'rganingizda yoki unisi yoki bunisi beriladi, baribir ikkalasini ham siz tarjimasini bilishingiz lozim.